Машина adamның doğrusu. Taşın, bu nemi qığının, ha? Daim nərslərini qalayım qansaşlaysan. Tezim bulanın yığıştırğaş, öylən park tazlıv etkin. Yani hoyladaki yava ot çöplərini parkız jülüv etkin. Keşti mən qaytıp gəlgəcə həm işlərini qılıb tüktüp boğun. Anladın mı Taşın, ha? Qamlaşmağa vaqt qayıtıb ketdi mən. Çıxıb ketsəm boğun. To'xtab tur, meni qutuldirib ol Shyavding, sendan o'tinib qolay. Tazliq qilish sen uchun yaxshi ish. Tez kirib ishingni qilgin. Qilolmaydiganligimni bilasan-ku, meni qutuldirib olgin. O'zing qalaymaqan qilgandan keyin o'zing yig'ishtirishing kerak-da. Undaq demagin, sendan o'tinib qolay. Menga bir narsa bergina. Tazimi bir. Doim ish bo'lsa, mendan narsa olasan. Mana ala. Mashina adam doğrusu. Bunun içindeki her bir tal komulaş doğruğa kompüterinin hareketlendirgüç kurulumuz kaçılangan. Bu doğru kulağındalı bolsa, hemen nersi özlüğüdün asildeki ornuna kaydıdı. Rahmet sana. Endi o boğanda. Vay, bek yaxşı bo'ldi. Endi tez yığıştırgın. Ko'pchilik diqqat, gapimni anglanglar, tezroq tininglar. Birdamda pakiz bo'lib ketdi. Yeniklab qolgandek bo'ldim. O tarafni tozla. Endi o tarafni g'ayrat qil, pakiz tozla. Endi yerni sirtimiz. Bo'ldi, boshla. Endi o't o'rimiz. Boshla. Endi bo'ldi. Bundan keyin hech qanday ish qilmasam bo'ladi. Bek yaxshi bo'ldi. To'g'ri, muzika anglay. To'lg'imi muzika. Yaxshiroq muzika qo'ymamsan. Bek ustab ketdim. Miyusiga. Beshim og'rib ketdi. Bo'ldi, qo'yma, to'xta. Bu abgon narsani bo'ldi-la. Keyin dadam menga yemini ep berdi. Tashlab bitay. Endi ko'pchilikning xizmat qizg'inligini ko'rib boqaychi, ha? Hozir men xuddi podshohlarga o'xshab qoldim. Oyjon! To'xta! Nim qilyapsan? Koridorda yo'l qilib yetibsan-ku. To'xta deyman. To'xta! Bunda qilayimqan sümürüyversen qandoq bo'ladi? Seni axlat sandıqqa tashlab etaman. Yuvashroq bo'l. Qo'nrab abjiq chiqqan ish bilan sümürgach. Gapimni tushungan bo'lsang, berib xizmat qil. Shundoq, bizning chidug'chiligimiz qolmadi. Sen bizning kerak qilmagan ekan. Sen bizni
bolsunlar. Kechiringlar, meni afv qilinglar, men xato qildim. Men tugashdim. Mashina odam do'sini yig'ilish magniti. Buni nemishqa qalaymagan ishiltsan, shunga shundoq bo'ladi. Shyaۋdىڭ. Sen jaza, uqdingmi? Hozir burunqidimmi bek qalaymagan bo'lib ketdi. Men qaytib keldim. Chatoq bo'ldi, opam qaytib keldi. Taşıyorum, tekşi yığıştırıp bulamazsan ku, ha? Bugün zaten neymiş kıldın? Tol mısıldap oturmayı tezden yığıştırgın. Yani yığıştırımsam dadan gidip edivimli verimen. Anladın mı taşıyorum? Oh, yağış kulak. Uqdum, ma'qul. İrak kadimki zamandaki sergerdanlık. Vaqt tonalının çıkış eğizi qayadadı. Men nädin bilay? Dengizning o'ttirsida biror belgimi yo'qtirsa. Bizni qutuldurg'ili biror paraxut kelarmi? Hozir 100 million ilgirki davr tursa, nädim undaq narsalar bo'lsin? Sen akhirini bilasan. Bu yerdan qutulib chiqishga biror amal topsang bo'ladi. Sen su uzish baloni yoki qutqizish kemasi ilonmabsan. Bunda xatarga tavakkul qilg'icha hech narsa ilonmabsan. Texi menga xafa bo'lyapsan. Men yanchug'imni tozalayman deb hamma narsani elib buningga amal yo'q. Bu qandaqsigi mening xatoligim bo'lsin, dash yo'q. Amal bo'lmasa bo'pti. Ishlatkil bo'ladigan hech narsa yo'qmi? Vaqt tonli sayti bor. Qara. Bu vaqt tonining yana bir xilimi? Bu bo'lgandan keyin biz 21-asrga qaytalaymiz. Qaytishni qaytamiz. Masala biz qaytib boradigan o'rin. Bu vaqt tonli vaqtni o'zgartirligini bilan biz turayotgan o'rinni o'zgartirmaydi. Undaqda buning hech qanday foydasi yo'q-ku. 21-asrda nerdan bunday kichik orol bo'lsin? Biz 21-asrga qaytib qolsak, dengizga tushib ketmamdik. Sen bek mas'uliyatsiz kelsan, hech qanday tayyorliqsiz meni bu yerga akapsan emasmi? Beshimni og'irtibding. Yiroq qadimki zamonga kelishni sen topqatding-ku. Agar sen kelayli demagan bo'lsang, men hargiz kelmaydim. Shyaۋdىڭ. Men bir ishni bayqidim. Maktabning keyindagi tog'dan beliq va qululi shakilli gullik toshlarni tepib oldim. Nima bu? Hayron qolg'uchilik yo'q-ku. Hayron qolg'uchiligi yo'q demsan? Shyaۋdىڭ. Biroq men bu gullik toshlarni ko'rib, nurg'un orqaligida o'ylamagan bir ishni bayqidim. Men cho'qim Nobel mukofotiga erishiman. Qani u ishni deb baqa. Gapimni yaxshi angla. Men dengizdan necha ming chaqirim yiroqlikdagi joydan bu gullik toshlarni tepib oldim. Bu gullik toshlar noit qadimki yillar ilgari beliq va qulullarning quruqsizda yashaydigan jonliq ekanligini bildirdi. Undaqda ular hozir nima uchun dengiz ostida yashaydi? Chunki ma'lum bir kuni havo bek isib ketgachga dengiz ostiga suv uzgili borgan. Ular dengizning bek rohatligini bilib dengizdan qaytib chiqmagan. Noit afsus. Amaliyotda noit qadimki yillar ilgari bu yer dengiz edi. Bu mumkinmi? 100 million yil ilgari Yaponiya Osiyo quruqligi bilan tutishatdi. Guandongning atrofining hammasi dengiz edi. Quruqlik qandoqsiga laylab, qandoqsiga cho'kidi. Necha 100 million yil o'tgan tursa, albatta shundoq bo'ladi-da. Bo'lmasa biz vaqt o'rni bilan berib ko'rib kelayli. Basaq bordiq. Keldik. Biz hozir dengizda ekanmiz-ku. Taşıyon atrofga qarab baqa. Bu davrdagi quruqlik ana u yoqda. Amis mening yangi bayqishim mukofotga erishmaydigan bo'pti. Bundaq umidsizlanma. Kelgandan keyin yana birdam o'ynab ketayli. Biz vaqt toniri ishiga bayaga buni belgi qilib qo'ysak bo'ladi.
Bozorda gayri narsalarni tutib qolsak, uni akitayli. Uni akasa ko'pchilik hayron qoladi, ha? Birini tutdim. Bu beribda cho'nkanjimi, ha? Ula hamga yo, meni o'rgizgan. Meni qutqizgan. Aslında bu yerga kelmasak bo'pti ekan. Biz yo'qin bu yerda ochliqdan o'lib ketdimiz. Bu yerda ochliqdan o'lib ketkichi. Nim bo'ldi, nemish bo'ldi? Bir narsa bizga qarayotdi-ku. Dengizda. Bunda qo'rqinchli gaplar bilan meni qo'rqitaman demisan qandaq? Voy, bu yer ostida metrlayotdi-ku. Ben bir az g'arib his qilyapman. Bu yer hargizmi orol emas ekan. Bu bir cho'ng toshbaq ekan. Toshbaqa? Men kitobda o'qigan burun gigant toshbaqa va go'shqir toshbaqalar bor ekan. Undaqda bu go'shqir toshbaq ekan-da. O tangrim. Kendini ütü azakla o bizni yiyemeydi. Yes! Şimdi nasıl gidelim? Kayıp gidelim. Biz kayıp gidelim. Biz yana 20. asırdagi dengizda ekanmiz. Undaq emaskan. Ishqilib biz oylik so'zlayotimiz quvvatlar, ha? Men bildim. 100 million yildan keyin bu yer quruqlikqa aylanibdi. To'g'rimi? Degan to'g'ri ekan, bo'ldi. Nima qilganinglar? U degan biz oylik ko'chiga o'yinglar bo'lsa boshqa berib o'ynanglar. Ketish. Ko'p iqtidorli zambirak. Çatak oldu. Keçkidigan boldum. Asta. Apsi, hem yanım kini. Hem yanım. Oy, dadisi, somkanızı unutup kapsız. Dadisi. Nes bastı o. Asta. Kapsız. Dadam degan bechora. Abla, poyizga ulgurmaydigan boldum. Komandırıp chiqadigan ishim yo'q bo'ldi. Endi qanday qilaman? Nimishqa bundaq bo'ladigan-do? Asta. Dadam bek bechora ekan. Uningga bir amal teppaygina. Ko'p iqtidorli zambirak. Yana mavi xosiyatli televizor. Keling dada, buning ichiga kiring. Tez bo'ling. Buning ichiga kirsingizlar, o sizni degan o'ringa apirib qo'ydi. Tez bo'ling dada, buning ichiga kiring. Yaxshi, dada, siz qancha qatimni qo'yib o'tirsiz? Ha, mushkanda. Bo'ldi, qo'yib berdim. Oxiri ulgirdi-ku. Bek yaxshi bo'ldi. Nima degan qaltis? Buning bilan har qanday yerga bog'il bo'lamdi. O'sha ekranda chiqsila bog'il bo'ladi. Ko'pchilikning hammasi yig'ilibdi. Meni shu yerga opirib qo'ya olamdi. Albatta opirib qo'ya oladi. Bu bek oddiy. Seni ichiga kira. Yaxshi, yo'lga chiqsang bo'ladi. Qo'yib berdim.
nima degan qoldiz? Chilayli deb qoldim. Bak qizqarlıq bo'ldi. Bak qizqarlıq bo'ldi. Qaranglar. Daşım, bu endi qandaq karamat. Osmondan tushdingiz-ku Dashung. Zambirak orqali uchib keldim. Zambirak? To'g'ri, sezdirib shodindan akilidi. Hay, qaranglar, mana mushu. Nima degan qoldiz? O rostlı zambirak o'xshaydi ekan. Sen mushu narsadan kuchi bilan uchib keldingmi? Buning ichiga kirsanglar yoki narsalarni qo'yib qo'ysanglar har qanday joyga olib qo'ya oladi. Qani qaysinglarning opirdigan narsanglar bor? Tez akilinglar, men sizlarga opirib beray. Bo'ladi. Men hozirla akilay. Meni saqlab turinglar. Menmu akilay. Menimi bir narsa bor edi, saqlab turing. Jinshang, xotirjam bo'ling. Sizning narsangizni birinchi bo'lib avatayman. Bu tamoqni dadamning shirkatiga avatib bering, xo'shab ketay Dashung. Bu bek oson. Avval tamoqni zambirakning ichiga qo'yamiz. Ondan keyin dadasining shirkatining o'rnini topamiz. Voy, chiqdi. Bu dadamning ishxonasi. Ammo men buni avatvatdim, Otdim. Dadamning shirkatiga bordi. Mening tamaqim? Men tamaq buyurtmagandim-ku. Bu g'alit ish-ku. Dadam bek qo'rqib ketdi. Endi menga navbat keldi. Bu axlatlarni boshqa bir yerga olib o'tgan. Bu sel, bu... Bunda qilsak hargiz bo'lmaydi. Bu ozroqli narsa, buningga nim bo'lmoqchidi. Qandoq dedi? Menimcha bunda qilsang bo'lmasmikin? To'g'ri, bunda qilish to'g'ri emas. Bunda qilish axloqsizlik bo'ladi. Rostli bo'lmag'idak. Bo'ldi, hammani opirib bo'ldik. To'g'ri. Şavfu, sening narsang tek apamaptiq-ku. Ivatadigan narsang nima? Mening yiroq joylarga berib sayohat qilg'im bor. Qaya bo'lsa bo'laverdi. Seni avar qiladigan bo'ldim. Yiroq joyga, biroq o'zing yolg'iz bo'lsang qaytib kelolmaysan. Shunga dadam, apam men bilan birga boradi. Dada, sizlarga nima bo'ldi? Sizlar xush bo'lmadinglarmi? Bunda qilsanglar sayohatga qanday bora olamiz? Kulib turinglar-chi. Kulinglar. Balalar, men sizlarning gapinglarni anglab qoldim. Bu narsanglar bilan meni chet elga olib qo'yinglar. Men degan bankka bo'lgan pulamchi. Hozir meni chet elga olib qo'y, tez bo'l. Biroq Harakating chaqqaroq bo'lsin. Bu yerda turadigan ko'p vaqtim yo'q. Bo'la. Biroq bu narsani chet elga olib qo'yil bo'lmaydi. Ondaq bo'lsa meni chet elga boradigan aeroplanga chiqarib qo'y, tezroq bo'l, bo'lmasa o'q chiqirman shumtak. Ma'qul, hozirlab turib qo'yay. Yaxshi, mushu bo'ladi ekan, meni mashinaga chiqarib qo'y. Biroq bu aeroplan. To'la azmangni azmay, tezroq ishingni qil, tez bo'l. Men mashining ichiga kirsamni bo'ladi, shundaqmi? Qo'yib-ba. Otdi. Endi bexatar joyga keta oladigan bo'ldim. Yaxshi bo'ldi. Texi aerodromga kelmadim-ku. Bu buzilib ketdi-ku. Buni aram bir hafta o'ylagan edim. Bu aeroplanni shundoq tasti yasagan edim. Asta buzilib ketdi. Endi qanday qilaman? Ishplas. Ishplas. To'xta. Asli jinoyatchikan-ku, to'xta. Kim uni undaq aeroplanga chiqsin debdi?